Hozir turnir qizigandan qizyapti. Hozir guruh o'yinlari tugay deb qoldi. Final, yarim finallardan tashlaymiz videolarda. O'ztexnol jamoasi o'tirishibdi bu yerda. Yoshlar jamoasi bilan Roston jamoasi 6-stolda. Killer jamoasi bilan O'ztexnol jamoasi vakili. Qadrdonlar jamoasi bilan Topspin jamoasi. Markaziy stolda Polvonlar jamoasi bilan Lochillar jamoasi. Keyingi stolda Barkamol jamoasi bilan Ping-pong jamoasi. Birinchi stolda ham Yoshlar jamoasining vakili o'ynayapti. Roston jamoasi vakili bilan. Qizg'in o'yinlar. Ilhomjon aka mana pastdan hozir yutyaptilar 2-1 ga. Hozir yutsak yutib jamoa hisobiga yoziladi. Bu partiya tushadi. Osimxon nima bo'lyapti sizlarda? Osimxon ham kechadan qaytganlar tennisga. Qani bir ko'rsinlarchi bo'lmasa yana qaytib ortga qaytib ketaman deb turibdilar.